Siz YouTube ga video joylaysiz, lekin videongiz 24 soatdan keyin prosmotr olishni to'xtatadi. Agar shu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, bu juda katta muammo degani. Chunki 24 soatdan keyin videongiz prosmotr olishi kamaysa yoki to'xtasa, bu videongiz rekomendatsiyaga chiqmayapti degani. Bugungi videoda men sizga 7 ta maslahat beraman. Ushbu 7 ta maslahat sizga videongiz yana rekomendatsiyaga chiqishiga va prosmotr doimiy olishiga yordam beradi. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Birinchi maslahat, videolarni o'chirmang. Ha do'stlar, men tushunaman, odamlar turli sabablarga ko'ra videolarni o'chiradi. Lekin videoni o'chirish bu kanalingizni o'ldirish bilan barobar degani. Agar siz videoni o'chirsangiz, bu kanalingizga jiddiy zarar yetkazadi. Ko'plab youtuberlar video tayyorlashga juda ko'p vaqt, kuch va pul sarflashadi. Lekin uni yuklaganidan keyin video umuman prosmotr olmaydi. Shunda ular o'sha videoni o'chirib, qayta yuklab, bu safar yaxshi prosmotr olar deb o'ylashadi. Agar siz ham xuddi shunday qilayotgan bo'lsangiz, kanalingizni asta-sekinlik bilan yo'q qilyapsiz. Videoni o'chirish orqali siz YouTube'da umuman muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Monetizatsiyaga chiqa olmaysiz. Prosmotrlar ham bo'lmaydi. Shuning uchun har qanday holatda ham videolarni o'chirmang. Faqatgina o'sha video sizga ogohlantirish, ya'ni strike olib kelish ehtimoli bo'lsa, uni o'chirishingiz mumkin. Ikkinchi maslahat, playlist va end screen funksiyalaridan foydalaning. Ko'pchilik yangi boshlovchi youtuberlar playlist va end screen funksiyalarining foydasini yetarlicha tushunmaydi. Lekin aslida YouTube algoritmida videolaringiz bir-biri bilan bog'liqligi katta ahamiyatga ega. Misol uchun, end screen funksiyasi orqali videongiz yakunida boshqa bir eski yoki muhim videongizni tavsiya qilsangiz, tomoshabin yangi video tugaganidan so'ng avtomatik tarzda o'sha eski videoga o'tadi. Shu tarzda bir tomoshabin sizning kanalingizdagi bitta emas, bir nechta videoni ko'radi. Bu esa sizga ko'proq prosmotr, ko'proq tomosha vaqti va albatta ko'proq obunachi olib keladi. Tubix nomli platformaning 2025-yildagi kuzatuvlariga ko'ra, end screen qo'shilgan videolarning o'rtacha ko'rilish vaqti 20-30% ga oshgan. Agar siz yangi videoni playlist ichiga joylashtirsangiz, u avtomatik tarzda playlistdagi boshqa videolar bilan bog'lanadi. Foydalanuvchi bir videoni ko'rsa, keyingi video avtomatik tarzda ochiladi. Bu esa sizga uzoqroq tomosha vaqti olib keladi. YouTube algoritmi aynan shu narsani juda ham qadrlaydi. Ya'ni qancha ko'proq odam sizning kontentingizda qolsa, shuncha ko'proq sizning boshqa videolaringizni ham rekomendatsiya qiladi. Shuning uchun har bir videongizda ushbu ikkita funksiyadan albatta foydalaning. Uchinchi maslahat, videongizni to'g'ri optimizatsiya qiling. YouTube'da har kuni millionlab yangi videolar yuklanadi. Agar sizning videongiz to'g'ri optimizatsiya qilinmagan bo'lsa, ularning orasida yo'qolib ketadi. Shu sababli videongizni YouTube algoritmiga tushunarli va qulay tarzda optimizatsiya qilish kerak. Demak, bu uchun sarlavha qisqa, aniq va qidiruvda yoziladigan kalit so'zlarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Preview odamlarning diqqatini tortadigan, mavzuni aniq aks ettiradigan, sifatli rasm bo'lishi kerak. Описание videongizning mazmuni haqida aniq va tushunarli yozilgan bo'lishi kerak va eng muhimi, teglarda boshqa mavzudagi teglar yozilmagan bo'lishi kerak. 4-maslahat, tomoshabinlar bilan muloqot qiling. YouTube'da eng katta xato tomoshabinlarni faqat ko'ruvchi deb hisoblash. Aslida ular sizning hamkorlaringiz. Videoda ularga murojaat qiling. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozing. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlaysiz va hokazo. Bunday oddiy chaqiruvlar natijasida tomoshabinlaringiz siz bilan gaplasha boshlaydi. YouTube esa bu faollikni ko'rib, videongizni yanada ko'proq odamlarga chiqaradi. 5-maslahat, preview va nomni almashtirib ko'ring. Agar videongizni yuklaganingizdan keyin 24 soat ichida prosmotr bo'lmasa yoki juda sekin ketsa, uni tashlab qo'ymang. Ko'pincha muammo videoning o'zida emas, nom va previewda bo'ladi. Shuning uchun analitikani kuzating va videongiz prosmotr olmayotgan bo'lsa, nomini va previewsini yangilab ko'ring. Bitta preview ishlamasa, boshqasini sinab ko'ring. Shunchaki boshqa preview yoki qiziqarliroq sarlavha qo'yish ko'pincha videoni jonlantirib yuboradi. 6-maslahat, raqobatchilardan o'rganing. Agar siz o'zingiz tanlagan yo'nalishda tezroq natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, eng samarali usullardan biri bu o'sha yo'nalishda allaqachon muvaffaqiyat qozongan kanallarni o'rganishdir. Masalan, siz gaming, motivatsiya, kulguli videolar yoki ta'limiy yo'nalishda kontent tayyorlayotgan bo'lsangiz, avvalo o'sha sohadagi eng ko'p prosmotr olayotgan kanallarni toping. Ularning qaysi videolari millionlab prosmotr to'plagan, qaysi sarlavhalar ishlatilgan, qanday
qanday preview va montaj qilingan? Bu savollar sizga faqat ilhom emas, balki aniq yo'nalishni ham beradi. To'g'ri, siz aynan o'sha mavzuni takrorlamasligingiz mumkin, lekin o'sha g'oyani o'zingizga moslab, yaxshiroq shaklda qayta ishlab chiqarishingiz mumkin. YouTube'dagi eng ko'p prosmotr olgan videolarning 80% aynan trendga aylangan, boshqalar tomonidan ilgari yoritilgan mavzularda tayyorlangan. Shuning uchun ham aqlli kontent yaratuvchilar har doim boshqalardan o'rganishga tayyor bo'lishadi. Bu nafaqat sizning vaqt va kuchingizni tejaydi, balki sizga YouTube algoritmida allaqachon ishlagan mavzuni sinab ko'rish imkonini beradi. Agar hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, bu ishni professional tarzda amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki noto'g'ri ochilgan kanal hech qachon YouTube'da rivojlanmaydi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Biz sizga noldan kanal ochib, unga unikal nom, professional banner avatarka, rekomendatsiyaga chiqadigan qilib kanalingizni sozlab beramiz. Bundan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Kanal ochishga hoziroq buyurtma berish uchun ekrandagi manzilga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Oxirgi, ya'ni 7-maslahat. Tomoshabinlar nima ko'rishni xohlasa, o'shani tayyorlang. Ko'pchilik, ayniqsa yangi blogerlar o'zlari nimani ko'rishni istashsa, o'sha haqida video tayyorlashadi. Bu esa katta xato. Siz emas, auditoriyangiz nima ko'rishni istasa, o'shani tayyorlashingiz kerak. Buni bilish juda ham oson. YouTube studioga kiring, analitika bo'limiga o'ting, keyin esa audience bo'limini tanlang. U yerdan sizning tomoshabinlaringiz YouTube'da nimalarni ko'rayotganini ko'rasiz. Ular ko'rayotgan mavzularga o'xshash kontent tayyorlang. Shunda ular sizning videolaringizni ko'radi. Ko'rish davomiyligi ortadi va YouTube algoritmi sizni yaxshi ko'ra boshlaydi. Natijada siz ko'proq prosmotr, ko'proq obunachi va tezroq rivojlanishga erishasiz. Men o'zim ham aynan shunday qilaman, lekin o'z mavzuyingizdan chiqib ketmang. Bu esa juda ham muhim. Do'stlar, bugungi 7 maslahatimiz shulardan iborat edi. Agar ushbu maslahatlarni siz o'z kanalingizda sinab ko'rsangiz, albatta natija bo'ladi. Prosmotringiz ko'payadi hamda auditoriyangiz kengayishni boshlaydi. Albatta barcha maslahatlarni sinab ko'ring va do'stlar, ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z savollaringizni yozib qoldiring. Hamda bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang.